Bo'tako'z. Birinchi bob. Buloqdan endigina yarim chelak suv olgan ham edimki, dasht bo'ylab kuchli qichqiriq yangradi. "Hey, akademik, tumshug'ingga tushiraman!" Men qulog'imni ding qilib, toshday qotib turardim. Aslida ismim Kamol. Bu yerda akademik deb laqab qo'yishgan edi. Ha, o'ylaganimday bo'lib chiqdi. Narigi tomondan traktorning tir etgan ovozi eshitilmasdi. Tumshug'imga tushirmoqchi bo'lgan odam o'sha Abu Bakr. U yana dag'dag'a solib rosa so'kadigan bo'ldi-da. Hatto musht ko'tarishdan ham qaytmaydiganlardan u. Suv yetkazib berishga ulgura olmayapman. Traktorlar ikkita, men bo'lsam yakka o'zim. Shunga qaramay, mana bu yakka ot aravada ularga suv ham, yonilg'i ham, moy ham, yana boshqa balo-battarlarni yetkazib berishim kerak. Traktorlar bo'lsa bu atrofda yakka-yu yagona hisoblangan buloqdan tobora uzoqlashib borardi. Ular yonilg'i sisternalari saqlanadigan birdan-bir shiyponimizdan borgan sayin olislashib ketmoqda. Shiyponni yaqinroqqa ko'chirishga urinib ko'rdik. Ammo qayoqda deysiz? U ham suv bilan bog'liqda. Abu Bakrga o'xshaganlar bo'lsa, buni tushunishni istamaydi. Tumshug'ingga solaman deb baqirgan. Mening bu yerda og'izdan so'lagi oqib yurgan landavur talabani deb bekorga vaqt o'tkazishga toqatim yo'q deydi. Men esa u o'ylagandek talaba ham emasman. Hatto institutga kirishni xayolimga ham keltirmaganman. Maktabni tugatishim bilanoq shu yerga, Anorxoy dashtiga kelgan edim. Bizni bu tomonga yuborayotganlarda majlisda hammamizni, shu jumladan meni ham qo'riq yerlarni zabt etuvchi dongdorlar, yangi o'lkalarni kashf etuvchi qo'rqmas tashabbuskorlar deb atashgan edi. Dastlab shunaqa edik. Endi-chi? Aytishga ham uyalasang kishi. Akademik. Bu laqabni menga Abu Bakr qo'ygan. Bunga o'zim aybdorman. Ko'nglimdagini yashira olmayman. Xuddi yosh boladek o'z-o'zimga gapirib, xayollarga berilib ketaman. Keyin odamlar mendan kulib yurishadi. Lekin ular buning uchun men emas, mendan ko'proq tarix o'qituvchimiz O'lkashunos Oldiyorov aybdor ekanini bilsalar edi. Shu o'qituvchimizning gapiga kirib, endi rosa ta'zirimni yeyapman. Shu asnoda bochkani to'ldirmasdanoq soylik bo'ylab yo'lga tushdim. Aslini aytganda, bu yerlarda sira yo'l bo'lmagan. Bu yolg'izoyoq yo'lni ham aravada qatnayverib o'zim ochganman. Qoramtir, keng dala etagida traktor turibdi. Uning kabinasi ustida Abu Bakr o'tiribdi. U havoda mushtini o'ynatib, hamon meni so'kar, go'rdan olib go'rga tiqardi. Men otga qamchi bosdim. Bochkada suv chayqalib, yelkamga sachrar, ammo men buni pisand qilmay, otni battar qamchilar edim. Abu Bakr hozir ta'zirimni bersa kerak. Bu yerga yuborishlarini o'zim iltimos qilganman. Hech kim meni majbur etgani yo'q. Boshqa yigit-qizlar Qozog'istonga, gazetalarda yozilayotgan haqiqiy qo'riq yerlarga ketishgan. Men bo'lsam bir o'zim Anorxoy dashtiga kelibman. Bu yerda shu yil bahorda birinchi marta ish boshladilar. Shunda ham atigi ikkita traktor bilan ishga kirishildi. O'tgan yili agronom Sarokin, u bu yerda hammamizning boshlig'imiz hisoblanadi. Bir yerga bahor arpa ekib sinab ko'rgan ekan. Aytishlariga qaraganda hosil yomon bo'lmabdi. Agar ish shu zaylda davom etsa, ehtimol Anorxoy dashtida yem-xashak masalasini hal qilish mumkin bo'lib qolar. Biroq hozircha ehtiyotkorlik bilan ish ko'rish kerak. Anorxoy saratonda qaqrab ketadi. Hatto tikanlar ham turgan joyida qovjirab qoladi. Erta kuzda mollarni shu yerga qishlovga haydab kelgan kolxozlar esa hali ekish-tikishni boshlamay, qani ko'raylikchi, boshqalar nima qilarkin deb kutib turadilar. Buning ustiga biz bu yerda ozmiz. Bor yo'g'i 2 traktorchi, 2 pritsepchi, oshpaz ayol, suv tashuvchi, ya'ni men va agronom Sarokin. Qo'riq yerlarni zabt etuvchilar armiyasi mana shulardan iborat. Kim bilsin, ehtimol bizning haqimizda hech narsa bilmas. Biz ham olamda nimalar bo'layotganidan bexabarmiz. Goho Sarokin biror yangilik topib kelardi.
u otda yaqin atrofdagi cho'ponlar huzuriga borib, ratsiya orqali boshqalar bilan janjallashib, qilingan ishlardan hisob berar edi. Gap bunday ekan-u, men bo'lsam qo'riq yerlarni, cheksiz dashtlarni ko'raman deb yuribman. Darvoqe, buning hammasiga tarix o'qituvchimiz Oldiyorov sababchi bo'ldi-ya. Shu odam bizga Anorxoy dashtini boplab ta'riflagan edi. Asrlar bo'yi qo'l urilmay, qo'rday yonbag'irlardan tortib to Balxashning qamishzorlarigacha cho'zilib ketgan Anorxoy dashti ermanu shuvoqzorlar bilan bezanib, savlat to'kib yastanib yotibdi. Afsonalarga qaraganda, qadim zamonlarda uyur yilqilar Anorxoy tepaliklarida adashib, dom-daraksiz yo'qolib ketgan. So'ng yovoylashib ketgan otlar to'dalashib, uzoq vaqtlar daydib yurishar ekan. Anorxoy o'tmishning tilsiz guvohi, dahshatli janglar maydoni, ko'chmanchi sahroyi qabilalarning makoni. Bizning zamonamizda esa Anorxoy dashlari boy va saxiy chorvadorlik o'lkasiga aylantirilishi kerak. Va hokazo shunga o'xshash so'zlar. O'sha kezlarda Anorxoyni xaritadan ko'rish qanday zavqli edi. U kaftdaygina joyni egallab yotardi. Endi-chi, erta tongdan kechgacha bu la'nati aravani u yoqdan bu yoqqa taraqlatib haydagan. Kechqurun holdan toyib, 100 mashaqqat bilan otni arang aravadan chiqaramanda, oldiga toy qilib bog'lanib, mashinada keltirilgan pichandan tashlab qo'yaman. So'ng oshpazimiz addiy nima bersa ham yeb olamanda, o'tovga kirib, mukka tushganimcha toshday qotib uxlab qolaman. 47-trek. Darhaqiqat, Anorxoy erman shuvoqzorlar bilan bezanib, savlat to'kib yotardi. Qani endi vaqt bo'lsa-yu, bu cheksiz dashtlarni soatlab kezib, uning go'zalligidan bahramand bo'lsang. Hammasi ham mayli-yu, ammo bir narsaga hayronman. Abu Bakrga mening nimam yoqmay qoldi? U meni nega bunchalik yomon ko'radi? Agar bu yerda meni nimalar kutayotganini ilgaridan bilsaydim, men har qanday tabiiy qiyinchiliklarga chidashga tayyorman. Axir bu yerga mehmonga kelganim yo'q-ku. Biroq negadir birga yashab, birga ishlashimiz lozim bo'lgan odamlar haqida sira o'ylamagan ekanman. Hamma yerda ham odam-ku deganman-da. Men bu yerga mashinada 2 kunda yetib keldim. Mana bu 4 g'ildirakli aravani ham men bilan birga olib kelishdi. O'sha paytda uning dastidan shunchalik azob-uqubatda qolishimni xayolimga ham keltirmagan edim. Axir men bu yerga pritsepchi bo'laman deb kelgan edim-ku. Bir bahor traktorda ishlab, uni o'rganib olib, traktorchi bo'lib qolaman degan orzuda edim. Rayonda ham menga xuddi shunday deyishgan. Mana shu orzu meni Anorxoyga boshlab kelgan. Bu yerga kelib qarasam, pritsepchilar yetarli ekan. Meni suv tashishga qo'yishdi. Boshdayoq bu ishni rad etib, uyga qaytib ketishim mumkin edi. Nega desangiz, men hozirgacha aravaning shotisini ham, bo'yinturuqni ham ushlab ko'rmagan edim. Umuman, shu kunga qadar hech qayerda ishlaganim ham yo'q edi. Faqat shanbaliklardagina qand zavodida onamga ko'maklashardim. Otam frontda halok bo'lgan ekan. Men uni eslay olmayman. Shuning uchun ham mustaqil hayot boshlashga qaror qilgan edim. Nima bo'lsa ham issig'ida qaytib ketishim kerak edi-ya. Lekin uyaldim. Bu yerga kelish oldidan majlisda qancha duv-duv gap bo'ldi axir. Onam ham rozi bo'la qolmadi. U mening vrach bo'lishimni orzu qilardi. Ammo men o'z fikrimda qat'iy turib oldim. Sizga yordam beraman deb ko'ndirdim. Cho'lga borishga qat'iy bel bog'lab, tezroq yo'lga chiqishga oshiqardim. Endi darrov qaytib borsam, odamlarning yuziga qanday qarayman? Xullas, aravada suv tashishga to'g'ri keldi. Ammo boshimga tushgan kulfatlarning boisi bu emas. Bu yoqqa kelayotganimda yo'l-yo'lakay mashina ustida tik turganimcha chor atrofga suqlanib boqardim. Mana, qadimiy, afsonaviy Anorxoy dashti. Mashina yassi tepaliklarda, endigina yashil tusga kirib kelayotgan dasht yuzida arang ko'zga chalinib turgan yo'l bo'ylab yeldek uchib borardi.
yerlar qor namidan bug'lanib yotardi. Nam havoda bulturgi tomirlardan endigina nish urib chiqayotgan anorxoy yovshanlarning achchiq hidi dimoqqa urilib turardi. Qarshidan esayotgan shamol keng dashtlikdan tabiatning bir olam shovqinini va sof bahor nafasini olib kelardi. Biz ufq sari yelib borardik. U esa olis-olislarda maysa bilan qoplangan tepaliklar ostida orqasiga tisarilib, anorxoy dashtining ko'z ilg'amas kengliklari sari imlayotgandek tobora uzoqlashib ketmoqda edi. Shunda men go'yo o'zimni o'tmish zamonlarning sadolarini eshitayotganday sezdim. Yer go'yo ming-ming tuyoqlar ostida larzaga kelib guvullaydi. Sahroyi ko'chmanchilarning son sanoqsiz otliq askarlari nayza va bayroqlarni ko'tarib, okean to'lqinlari singari dahshatli hayqiriq, g'ala g'ovur bilan yelib yugurishardi. Ko'z o'ngimda dahshatli jang manzarasi namoyon bo'lardi. Temir jaranglab, odamlar qiy-chuv ko'tarishar, otlar bir-birlarini tishlab tepishardi. Mening o'zim ham qayerdadir mana shu qaynoq jang ichida yurardim go'yo. Ammo jang so'ronlari tinib, bahor fasli kirishi bilan anorxoy dashtida oq o'tovlar yoyilib ketar, qishloq ustida tezak tutunlari osmonga o'rmalar, chor atrofda qo'ton-qo'ton qo'ylar, yilqi podalari o'tlab yurar, tuya karvonlari qo'ng'iroqlarini jaranglatib, qayoqdandir kelib, qayoqqadir yo'l olar edi. Parovozning uzoq-uzoqlarga taralgan cho'ziq ovozi meni hushimga keltirdi. Yolini hilpiratib, dumini yoyib, yeldek uchib borayotgan poygachi ot kabi vagonlar ustiga tutun buruqsitib parovoz o'tib borardi. U uzoqdan menga xuddi shunday tuyuldi. Poyezd borgan sari kichrayib, qora chiziqday bo'lib qoldi va nihoyat ko'zdan g'oyib bo'ldi. Biz dashtda joylashgan yakka yolg'iz razyezd yonidagi temir yo'lini kesib o'tib, yana yo'limizda davom etdik. Manzilga yetib kelgan dastlabki kunlarda o'zimni osmondan tushib qolgandek his qildim. Yo'lda xayolimni band etgan manzaralar hamon ko'z o'ngimdan ketmasdi. Dala shiyponining yaqindagi tepalik ustida qadimiy yodgorlik, xotin kishining haykali turardi. Kulrang, qo'pol yo'nilgan bu granit parchasi necha asrlar mobaynida yerga chuqur botib, qo'riqchi singari yiroqlarga boqib turardi. Uning yomg'ir va shamol ta'siridan latyeb, biroz qiyshaygan o'ng ko'zi, qorachig'i oqib, puchayib qolganday qovoqlari ostidan qumrayib turishi kishini vahimaga solardi. Men unga uzoq vaqt sinchiklab qarab turdim. So'ng o'tovga kelib, Sarokindan so'radim. "O'rtoq agronom, sizningcha bu yerga manavi haykalni o'rnatgan kim?" Sarokin qayoqqadir ketishga otlanayotgan edi. "Qalmoqlar o'rnatgan bo'lsa kerak", dedi u otga mina turib va jo'nab ketdi. Koshki u vaqtlarda meni bunday javoblar qanoatlantira olsa. Hali yaxshi tanishib ulgurmagan bo'lsam ham traktorchi va pritsepchilarga murojaat qildim. "Yo'q, bu to'g'ri emas. Qalmoqlar bu yerga 17-asrda kelishgan. Bu qabr ustidagi haykal bo'lsa 12-asrga mansub. Aftidan bu xotin haykalini mo'g'ullar g'arbga qilgan buyuk hujum davrida o'rnatishgan. Biz qirg'izlar ham ular bilan birga Enasoy sohillaridan bu yoqqa Tyanshan o'lkalariga kelib qolganmiz. Bizgacha bu yerda Qipchoq qabilalari, ularga qadar esa malla sochli, tiniq ko'zli odamlar yashagan." Tarixni yana ham chuqurroq kavlashtirardim-u, ammo traktor yonida turgan kombinzonli yigit so'zimni bo'ldi. Bu Abu Bakr edi. "Hoy tirranchi", deb qovoq ostidan menga g'azabli o'qraydi. "Juda olim ko'rinasan. Qani bu yoqqa kel. O'tovdan shpris bilan tovoqni olib chiq." Men bo'lsam, unga shpris bilan solidolni olib kelibman. Akademik", dedi u mensimagan bir ohangda tishini qisib va qizarib ketgan ko'zlari bilan yeb qo'ygudek bo'lib.
Biz savodsizlarga ma'ruza o'qishni bilasan-u, otni tuyadan ajrata olmaysan? Shu akademik bo'lib qoldim. Mana men hozir o'z aravam bilan Abu Bakrga yaqinlashmoqdaman. Uning jag'i hamon tinmasdi. U shudgor ichidan loyga botib, men tomon yugurib kelayotir. Buncha toshbaqaga o'xshab sudralmasang, yana qancha kuttirmoqchisan? Bo'g'ib tashlayman sen itvachchani. Onasi to'g'zidan ketmagan bitta akademik kamaysa kamayibdi-da. Men traktorga xomushgina yaqinlashdim. O'zimni oqlash uchun nima ham deya olardim? Axir traktor mening aybim bilan to'xtab qolgan. Xayriyatki, pritsepchi ayol Qalipa mening yonimni oldi. Kel endi, o'zingni bos, Abu Bakr. Baqirish chaqirishdan nima foyda? Uni qara, bechoraning rangida rang qolmabdi. Sho'rlik juda qiynalib ketibdi, dedi-da, qaltirab turgan qo'llarimdan chelakni olib, radiatorga suv quya boshladi. Bu siz ham jonini jabborga berib ishlayapti-ku. Ko'ryapsanmi? Qora terga botib ketibdi. Menga nima? Jerkib tashladi Abu Bakr. Uyda o'tirib kitobini o'qiyversin edi. Mayli, bas qil endi. Tinchitishga urinardi Qalipa. Muncha badjahl bo'lmasang, yaxshi emas. Agar kishi bunaqalarning hammasini kechiraversa, o'zini baloga qo'yishi ham hech gap emas. Planning bajarilishini sendan emas, mendan so'raydilar. Bu xumpar olim jonimni halqumimga keltirayotgani bilan kimning ishi bor axir? Mening olimligim muncha dastak bo'lib qoldi. Nega ham o'qigan ekanman? Qayoqdan ham tarixchi Oldiyorovni eslay qoldim. Men bu yerdan tezroq qaytib ketishga shoshilardim. Axir Sahroning u burchi ham bizga o'xshaganlarga muntazir bo'lib turibdi-ku. U yerda traktorchi Sadabek ishlaydi. U yoshi anchaga borib qolgan jiddiy kishi. Jahli chiqsa ham baqirib chaqiravermaydi. Orqamdan traktor motorining ovozi eshitildi. Abu Bakrning traktoriga jon kirib yurib ketdi. Men sal yengil tortib, namiqqan fufaykada junjikib turardim. Bu Abu Bakr muncha badjahl, muncha zahar ekan-a? Hali qari ham emas, 30dan sal oshgan. To'g'ri, yuzi ancha xunuk, yonoq suyaklari bo'rtib chiqqan, qo'llari arslon panjasiday baquvvat. Ammo o'zi ancha xushqomat, ko'zlari bo'lsa vajohatli, sovuq. Sal narsaga qonga to'ladi. Joni bo'g'ziga keladi. Bunday paytlarda ehtiyot bo'lmasang, seni g'ajib tashlaydi. Yaqinda bir voqea bo'ldi. Oqshomda yomg'ir boshlanib, tun bo'yi savalab chiqdi. Uyib ketgan kigiz ustidan bir maromda chakillab oqib tushayotgan tomchilar qandaydir mungli ohangda kishiga nimanidir shivirlaganday tuyulardi. Yomg'ir erta bilan ham tinmadi. Biz o'tovda o'tiraverib, bekorchilikdan zerikib ketdik. Agronom Sarokin qayergadir ketgan edi. Shunday kunda ham uning ishi boshidan oshib-toshib yotadi. Chorvachilik uchun ham javobgar-da. Shu sababli u biror daqiqa tinim bilmas, erta-yu kech umri egarda o'tardi. Yomg'ir biroz pasayganda Sadabekning kichik ukasi pritsepchi esirkib mening otimga mindi-da cho'ponlar oldiga jo'nadi. Alday bilan Qalipa bo'lsa cheraklarni ko'tarib buloq boshiga suvga ketishdi. O'tovda biz 3 kishi, Abu Bakr, Sadabek va men qoldik. Tabimiz xira, har birimiz o'z ishimiz bilan band edik. Abu Bakr oyoqlarini uzatib yonboshlaganicha papiros chekardi. Sadabek o'choq oldidagi to'qim ustiga o'tirib, bigiz va mumlangan pishiq ip bilan eski etigini yamardi. Men burchakka tiqilib olib kitob o'qirdim. O'tovning ichi zax, ivigan namatdan qo'y hidi kelar, tepadan ahyon-ahyonda choy siyohli suv tomchilar edi. Tashqarida esa halqob suv yuziga shovullab yomg'ir yog'ardi. Abu Bakr zerikib esnadi. Qo'llarini qirsillatib kerishdi. U yoq bu yoqqa qaramay, qovog'ini osgancha qo'lidagi papiros qoldig'ini uloqtirganda, kigizning bir chekkasiga borib tushdi. Namat tutab, jizg'anak hidi chiqa boshladi. Sadabek papiros qoldig'ini oldida kulga tashladi. "Ehtiyot bo'lish kerak", dedi u charm orasidan tupkulangan mumli ipni o'tkazarkan. "Nima, joyingdan qo'zg'ala olmaysanmi?" "Ha, nima bo'pti?" deb jahl bilan boshini ko'tardi Abu Bakr. "Namat yonib ketay dedi." "Hobbo, matoyingni qara-yu."
mensimay tirjaydi Abubakir. Ilma teshik etigingni yamayapsanmi? Yamayver, boshqasi bilan ishing bo'lmasin. Gap boylikda emas. Bu yerda sen bir o'zing emas, o'z uyingda ham emassan. O'z uyimda emasligimni bilaman. Uyimda bo'lsam sen bilan gaplashib ham o'tirmas edim. Tushundingmi, maymun bashara? Xudoning qahriga uchramasam, surgun qilinganday sen u sening xotiningga o'xshash ahmoqlar yashaydigan Anorxoyga kelib qolarmidim? Sadabek mumlangan ipni kuchi bilan siltab tortdi. Bigiz uning qo'lidan otilib chiqib orqasiga tushdi. U Abubakirga nafrat bilan uzoq tikilib turdi. So'ng bir qo'lida etik, bir qo'lida tarang tortilgan ipni ushlaganicha g'azab bilan oldinga intildi. Mayli, seningcha men ahmoqman. Bu yerga hammamizni boqish uchun men bilan birga kelgan xotinim ham ahmoq bo'lsin. Og'ir nafas olib gapirardi u. Boshqa hamma anorxoyliklar ham seningcha surgun qilingan kishilarmi? Nima, ularni bu yerga sen haydab kelganmisan? Qani, javob ber, espas, deb baqirdi u va o'ng qo'li bilan nag'alli etigining qo'njidan ushlagancha o'rnidan irg'ib turdi. Abubakir bir chekkada yotgan gayka kuluchiga o'zini otdi. Kallasini yelkalari orasiga olib urishga hozirlanib turdi. Men qo'rqib ketdim. Vaziyat juda qaltis edi. Ular bir-birini o'ldirib qo'yish ham hech gap emasdi. "Qo'y, Abubakir", dedim yugurib borib. "Uni urma. Qo'y, Sadabek, shu bilan tenglashib o'tirma", deb oyoqlari ostida o'ralashib, sarosimada yalinib yolvordim. Sadabek meni bir chekkaga itarib yubordi. Ular jangga hozirlangan arslondek o'tov ichida gir aylanishardi. Birdan bir-biriga tashlanib qolishdi. Abubakirning qo'lidagi kuch Sadabekning boshi ustida yaltilladi. Ammo Sadabek shu zahoti chap berib, ikkala qo'li bilan kuchni ushlab qoldi. Abubakir kuchli edi. U o'z raqibini yerga yiqitib, ostiga bosib oldi. Ikkalasi xirillashib, so'kishib, yumalashgancha olishib ketishdi. Men yugurib borib, Abubakirning qo'lidan chiqib ketgan kuchga butun gavdam bilan tashlandim. Nihoyat uni olganimcha o'tovdan chiqib qochdim. "Aldi, Qalipa!" suv olib qaytayotgan ayollarga qarab qichqira boshladim. "Tezroq, tezroq, ular urushishyapti, bir-birini o'ldirib qo'yadi." Ayollar chelaklarini tashlab men tomon yugurishdi. Biz o'tovga yetib kelganimizda Sadabek bilan Abubakir hamon yerda ag'anashib yotishardi. Ust-boshlari yirtilgan, yuz-ko'zlari qonga bo'yalgan. Zo'rg'a ajratib qo'ydik. Aldi erini sudrab eshikka olib chiqib ketmoqchi bo'ldi. Lekin Abubakir bir zarb bilan Qalipaning quchog'idan chiqib ketdi. "Ha, maymoq it, senimi? Hali to'xtab tur. Sen murdor hali oyog'im ostiga yiqilib tavba qilasan. O'shanda Abubakirning kimligini bilib olasan." Past bo'yli, qotmadan kelgan Aldi unga yaqin kelib, yuziga tik boqib gapira boshladi. "Qani tegib ko'rchi? Ko'zlaringni o'yib olayki, o'zingni o'zing tanimay qolgin." Sadabek bamayli xotir xotinning qo'lidan ushladi. "Qo'y, Aldi, sadqayi gap ketsin u." Men bu orada tashqariga chiqib, to'polonda otib yuborilgan kuchni qidirib topdim-da, o'tovdan nariroq borib, uni tosh haykal yoniga ko'mib qo'ydim. O'zim bo'lsam, o'tirdim-u, birdan yig'lab yubordim. Past bo'g'iq yig'idan butun vujudimni qaltiroq bosgan. Meni hech kim ko'rmas edi. O'zim ham qanday holatga tushib qolganimni bilmas edim. Faqat o'sha tosh haykalgina go'yo dardimni tinglayotganday bo'm-bo'sh qolgan ko'z chanog'i bilan menga xo'mrayib boqib turardi. Atrofda tuman bilan qoplangan nam, sokin va horg'in cho'l yastanib yotardi. Uning ko'kna va chuqur sukunatini biron sharpa buzmasdi. Yolg'iz mengina ko'z yoshlarimni artar, hamon piqillab yig'lab o'tirardim. Men bu yerda uzoq, juda uzoq vaqt, to qosh qorayguncha o'tirdim. Yoshanlar bilan bezangan cho'lda ana shu zaylda yashayman. Kuch-quvvatim boricha mehnat qilaman. Lekin shunga qaramay hamon ishim o'ngidan kelmaydi.
mana hozir Abu Bakrdan yana yaxshigina dakki yedim. Oqibat nima bo'ladi, o'zim ham bilmayman. Ammo umidsizlikka tushish ham yaramaydi. To yiqilguncha o'z o'rningda mahkam turmog'ing kerak. Qani Serko, qimirla, ildamroq. Ikkimiz ham tetik bo'laylik. Ishdan qolmaylik. Qirq sakkizinchi trek. Ikkinchi bob. Ertasi kuni odatdagidan barvaqtroq tongotlarda turdim. Kecha o'tovda yotib, o'zimcha shunday ahd qilgan edim. Bor kuchimni ishga solib, shunday ishlayinki, biron kishi koyishigina emas, hatto ta'na ham qila olmasin. O'zimning boshqalardan kam emasligimni bir ko'rsatib qo'yay. Dastavval yonilg'ini keltirib, baklarga o'zim quyib chiqdim. So'ngra ish boshlangunga qadar traktorlarning radiatorlarini suvga to'ldirib qo'yay deb, aravam bilan buloq tomon jo'nadim. Undan keyin nonushta qilib olishniga ulgurish va biror daqiqani ham zoya ketkazmay yana suv tashish kerak. Hozircha ish men o'ylagandek borayotgandi. Bu orada g'ira-shira oqimtir tuman qoplangan ufq ortidan asta-sekin quyosh bosh ko'tara boshladi. U go'yo cheksiz cho'zilib ketgan anorxo'y dashtlarga nazar tashlashdan cho'chib, ancha vaqtgacha o'rnidan qo'zg'almay turdi. So'ng yana bir qaraganimda qiyo boqib, jamolini ko'z-ko'z qilayotgandek ko'rindi. Quyosh tig' urayotgan paytdagi dasht manzarasidan go'zalroq narsa bo'lmasa kerak. Go'yo ulkan lojuvar dengiz o'z qirg'oqlaridan ko'tarilib chiqqan-u, shu bo'yi moviy to'lqinlari muzlab qolganday. Unda-munda quyqa tortib qolgan qismlar to'q ko'k va sarg'ish tusda jilvalanadi. O anorxoy, o bepoyon dasht. Nega sukut saqlaysan? Nimalar haqida xayol surasan? Asrlar bo'yi nimalarni sir saqlab kelyapsan? Kelajakda seni nimalar kutyapti? Men bor yo'g'i bir suvchiman, lekin bunga o'ksinmayman. Hali mana shu yerlarga ham, mashinalarga ham o'zim hukmron bo'laman. Axir ikkita traktorimiz, bu yerda qilinayotgan ishlarning hammasi ishning boshlanishi xolos. Men tadqiqotchilarning Anorxo'y dashtida katta yer osti daryolari bor degan fikrini allaqayerda o'qigan edim. Ehtimol bu hali taxmindir. Ammo nima bo'lsa ham ishonchim komilki, kishilar bu yerlarga suv keltiradilar. Anorxo'yda ko'm-ko'k bog'-rog'lar shivirlashib, soya salqin ariqlardan suvlar sharqirab oqadi. Dasht shamoli mayin esib, oltin bug'doyzorlar hosilini ko'z-ko'z qiladi. Bu yerda shahar va qishloqlar bunyodga keladi. Bizning avlodlarimiz bu cho'lni faxr bilan Anorxo'y bo'stoni deb ataydilar. Yana bir necha yillardan so'ng bu yerlarga menga o'xshash biror o'spirin yigit kelganda, ehtimol unga suv tashuvchi arava bilan cho'l bo'ylab kun bo'yi sanqib yurishga va qandaydir bir badfe'l o'zboshimchaning so'kishlarini eshitishga to'g'ri kelmas. Lekin har holda men unga hasad qilmayman. Chunki men bu yerga birinchi bo'lib kelganlardanman. Aravani to'xtatib qo'yib, ertalabki Anorxo'y kengliklarini tomosha qildim. Mana shu damda o'zimni yer yuzidagi eng baxtiyor, eng kuchli, hatto eng go'zal odam deb his qilaman. Ha, Anorxo'y yerlari sanoat o'lkasiga aylanadi. Kunning boshlanishi yomon emas. Motorlar ham ishlab turibdi. Suvni peshma-pesh tashib keltirishga ham ulgurayapman. Ammo hali kechga uzoq. Suvga qatnab yurganimda bir vaqt buloq boshida qo'y qo'zilarning kichik bir qo'tonini uchratib qoldim. Ularni bu yerga bir qizcha haydab kelgan ekan. U qo'ylarni buloqqa yaqinlashtirmay, ariqchada sug'ormoqda edi. Qayoqdan kelib qoldi u?
Ehtimol bizdan etagiroqdagi qo'sh tepalik ortidan, soylik tomondan kelgandir. Cho'ponlar o'sha yoqda o'rnashgan edi. Qizning chehrasi menga tanishday tuyuldi. Men qaysi bir jurnalda xuddi shu qizga o'xshash kokili peshonasiga tushib turgan yoshgina Xitoy qizning suratini ko'rgan edim. Balki shuning uchun men uni qayerdadir uchratganday bo'layotgandirman. Biz bir-birimizga jimgina qaradik. Mening kutilmaganda bu yerda paydo bo'lib qolganim unga qanchalik g'ayritabiiy tuyulgan bo'lsa, uning bu yerga kelib qolishi ham menga shunday ko'rindi. Biroq hech narsa bo'lmaganday aravadan sakrab tushdim-da, ishbilarmon kishilarday buloqdan suv olib, bochkani to'ldira boshladim. Shu mahal qo'ylar ham suv ichib bo'lishdi. Qiz ularni bir chekkaga hayday boshladi. Yonimdan o'tib keta turib, "Bu buloqning oti nima?" deb so'radi. Men hozir suv olganimda loyqalanib qolgan, nursiz jilvalanib turgan buloq ko'ziga termulganimcha o'ylanib qoldim. Darvoqe, yakka-yu yagona bulog'imizning biron nomi bo'lsa kerak axir. Men hamon o'ylanib turarkanman, bu orada suv tinib, yuzi ravshanlanib, tubi quyuq ko'k tusga kirdi. "Bo'tako'z", dedim qizga qayrilib. "Bo'tako'z bulog'i?" Peshona sochini bir silkitib tabassum qildi qizcha. "Juda go'zal ekan oti. U haqiqatan ham bo'taloqning ko'ziga o'xshaydi. O'ychan ko'rinadi." Biz gapga kirishib ketdik. Qiz bizning tomonlardan ekan. U hatto o'qituvchim Oldiyorovni ham tanirkan. "O, bu kimsasiz cho'lda notanish qiz og'zidan sevimli o'qituvchimning nomini eshitish qanday yaxshi. Ehtimol u ham Anorxoyga ana shu muallimning gapi bilan kelgandir. Qiz o'tgan yili maktabni, biznikini emas, boshqa maktabni tamomlab, hozir saqmonchi, qo'ylarning qo'zilash davrida cho'pon yordamchisi bo'lib ishlayotgan ekan. "Qo'ramizdagi quduqning suvi sho'r", dedi. "Men bu yerda buloq borligini eshitgandim. O'zimning ham oqin suvlarni ko'rgim kelib ketdi. Qo'zilarim ham zilol suv qanaqa bo'lishini bilishsin dedim. Qo'zilarni boqib, katta qilib cho'ponga topshiraman. Keyin universitetga o'qishga ketaman. Vaqt soat yetsa, men ham o'qimoqchiman", dedim. "Biroq men mexanizatsiya maktabiga kiraman. Meni aslida bu yerga traktorda ishlash uchun yuborishgan edi. Mana bu esa shunchaki vaqtincha", bochkani ko'rsatdim unga. "Vaqtincha yordamlashyapman. Suv tashigani boshqa birovni yuborishlari kerak." Men bu gapni chakka aytib qo'ydim. Og'zimdan chiqib ketganini o'zim ham sezmay qoldim. Uyalganimdan a'zoyi badanimdan isitma chiqib ketdi. Ammo yana shu ondayoq muzlab ketdim. Uzoqdan Abu Bakrning yoqimli ovozi eshitildi. "Hey akademik, jag'ingga tushiraman." "Obbo, ko'p gapirib yuboribman-ku. Nima bo'ldi?" hayron bo'lib so'radi qizcha. "Hech nima. Shunday, suvni olib borish kerak", dedim qizarib. Qizcha qo'zilarni kelgan yo'li bilan haydab ketdi. Abu Bakr shudgorning uzoq chekkasida traktor kabinasidan turib, mushtini havoda silkitganicha tomog'ini yirtib baqirardi. "Ketyapman-ku axir, ketyapman. Ovozingni o'chirsang-chi, odam degan begona qiz oldida shunchalik ham baqiradimi?" dedim g'azab bilan va otni choptirib ketdim. Bochkadagi suv shalob-shulub chayqalib, sachrab, boshimdan oyog'imgacha shalloba qildi. "To'kilsa to'kilaversin. Menga desa bir tomchisi ham qolmasin. Men bunday xo'rlikka ortiq chiday olmayman." Abu Bakr kabinadan sakrab tushdi-da, yana o'tgan safargiday menga tashlandi. Men jilovni tortib, otni taqqa to'xtatdim-da, "Agar sen shunaqa baqiraveradigan bo'lsang, ishni tashlayman u ketaman", dedim jahl bilan. U kutilmaganda bu gapdan dovdirab qoldi. Lekin hushtak chalib yubordi-da, yetti pushtum qolmay so'ka boshladi. "Sen lapashang akademiksiz ham Anorxoy bor edi. Bundan keyin ham o't tushkur bu cho'l qurib ketmaydi. Yo'qol bu yerdan tezroq. Endi sen qolgan eding menga til tekkizmagan, ishtonsiz talaba." Men aravadan sakrab tushib,
qamchini traktor orqasiga uloqtirib yubordim-da, odimlab ketdim. "To'xta, Kamol, unday qilma. Qayoqqa borasan, to'xta!" deb orqamdan qichqirdi Qalipa. Bu gap meni battar qizishtirdi. Qadamimni yana tezlashtirdim. "To'xtatma uni. Qo'yaver, qurib ketsin." Abu Bakrning ovozi eshitildi orqamdan. "Usiz ham evini qilarmiz. Sen odam emassan, vahshiy hayvonsan. Nima qilib qo'yding?" dashnom berardi unga Qalipa. Ularning allavaqtgacha janjallashgani qulog'imga chalinib turdi. Tobora oldinga intilib, qadamimni tezlashtirdim. Qayerga borishim ahamiyatsiz. Atrofda tirik jon yo'q, to'rt tomonim qup-quruq dala. Buloqni, dala shiyponni orqada qoldirib, tosh haykal turgan tepalikni ham bosib o'tdim. Darg'azab bo'lib tirjayib turgan tosh kampir bo'm-bo'sh qolgan qop-qora va nursiz ko'zlari bilan meni kuzatib, uzoq asrlar davomida yerga qanday botib turgan bo'lsa, hozir ham shu taxlitda baqirayib turardi. Men hech narsani o'ylamay ketib borardim. Faqat birgina istagim bor edi. U ham bo'lsa ketish, iloji boricha bu yerdan tezroq ketish. Bu la'nati Anorxoy dashtini yelkamning chuquri ko'rsin. Ko'z o'ngimda huvillab yotgan quruq cho'l. Barcha past balandliklar, qiru soylar, chor atrofdagi hamma narsa bir-biriga o'xshardi. Bu jonsiz, bir-biriga o'xshash manzarani kim yaratdi ekan? Nega tahqirlangan, xo'rlangan men bu achchiq shuvoqzor, sho'r bosib yotgan bepoyon kengliklarni kezib chiqishim kerak ekan? Qayoqqa nazar tashlama, qup-quruq, jonsiz biyobon, yaydoq dala. Bu yerda odamzod uchun nima bor? Uning yashashi uchun boshqa joy quriganmi? Ertalabki o'y-xayollarim endi menga juda kulgili bo'lib tuyuldi. Men o'zimning ojizligimni, boshpanasizligimni va tushkun ahvoldaligimni butun vujudim bilan his etib, mana senga yo'shanzor, go'zal dashtlar-u, mana senga Anorxoy o'lkasi deb o'z-o'zimdan kulardim. Tepamda osmoni falak, tevarak atrofim cheksiz dasht. O'zim esa go'yo bu yerga allaqayerdan kelib qolganman-u, egnimdagi qavilgan fufayka, oyog'imdagi kirza etik va rangi o'chib ketgan shapkada mushtday odamga o'xshab ko'rinardim. Shu holatda yo'lsiz ketaverdim. Biror yerda temir yo'l iziga chiqib qolarman deb o'ylardim o'zimcha. So'ng biron razyezdda yuk vagonlarga osilib olarman, odamlar oldiga boraman. Ortimda tuyoqlarning dukur-dukuri-yu otlarning pishqirig'i eshitilganda ham hatto qayrilib qaramadim. Bu Sarokin. Undan boshqa odam bo'lishi mumkin emas. Hozir hoynahoy koyib beradi. So'ngra yalinadi. Mayli, nima bo'lsa bo'lar. Lekin orqamga qaytmayman. Qaytishni xayolimga ham keltirmayman. "To'xta!" xitob qildi past ovoz bilan Sarokin. Men to'xtadim. Sarokin terga botgan otida menga yaqinlashdi. Malla qoshlari ostidagi ko'm-ko'k, o'tkir ko'zlari bilan menga jimgina tikilib turdi-da, sumkasiga qo'l solib undan bir qizil qog'oz oldi. Bu dashga kelgan kunimoq zo'r iftixor bilan unga topshirgan yo'llanmam edi. "Ma, buni qoldirib ketish mumkin emas." U yo'llanmani xotirjamlik bilan menga uzatdi. Men uning boqishida na ta'na, na dashnomdan asar ko'rmadim. U meni ayblamasdi ham, achinmasdi ham. Bu qarash mushkul ishlarni bajarib, har qanday tasodifiy qiyinchiliklarga ko'nib qolgan odamning jiddiy nigohi edi. Sarokin kafti bilan horg'in, soqol bosgan yuzlarini artib olar ekan, "Agar razyezdga bormoqchi bo'lsang, anavi soylik tomon o'ngroqqa qarab yur", deb ko'rsatdi u menga va otini burib, sekingina orqasiga qaytib ketdi. Men hayron bo'lib uning orqasidan qarab qoldim. Nima uchun u meni urishmadi?
nega bu yerda qolishga undamadi? Nega u boshini quyi solgan ot ustida bunchalik horg'in o'tiribdi? Oilasi, xotin, bola chaqalari allaqayoqlarda, uzoqda. O'zi bo'lsa bu yerda yil 12 oy cho'lni kezib yurgan. U qanaqa odam o'zi? Bo'mbo'sh Anorxoyning nimasi qiziqtirarkan uni? Nima sababdanligini o'zim ham bilmayman-u, biroq uning orqasidan asta-sekin ergashib boraverdim. Kechqurun biz hammamiz o'tovda to'planishdik. Hech kim churq etmasdi. O'rtaga sukunat cho'kkan, faqat gulxandagi o'tinlargina chars-chars yonardi. Buning hammasiga aybdor men edim. Hamon hech kim og'iz ochmadi. Lekin Sarokinning xafaqon va jiddiy chehrasida uning nimadir demoqchi ekanligi sezilib turardi. "Xo'sh, endi nima qilamiz?" dedi Sarokin nihoyat hech kimga qaramay. "Nima bo'pti? Anorxoyni sel bosibdimi?" dedi Abubakir zaharxanda qilib. Shundan so'ng Sadabek ohista o'rnidan turib, jimgina o'tovdan chiqib ketdi. U Abubakir bilan bo'lgan mushtlashishdan so'ng u bilan gaplashmas, aftidan hozir ham gapga aralashmoqchi emas edi. Uning ukasi pritsepchi esirkeb o'rnidan turmoqchi bo'ldi-yu, ammo fikridan qaytib yana joyiga o'tirdi. Abubakir u bilan ham chiqisha olmasdi. Bir kuni iltimosimga ko'ra esirkeb meni Sadabekning traktoriga biriktirilgan plugga o'tkazdi-da, o'zi suv tashiydigan aravaga chiqdi. Biroq u suvni biroz kechiktirib keltirgan ekan, Abubakir unga ham do'q uribdi. Ammo esirkeb o'zini haqoratlashga yo'l qo'ymabdi. U ham bellashadiganlardan. Axir u mendan 3 yosh katta. Abubakirning gapiga hech kim javob bermasdi. "Bu yerda o'ylab o'tirishning nima hojati bor?" qo'shimcha qildi u. "Ishni kim to'xtatgan bo'lsa, o'sha javob beraversin." "Gap kim haqu, kim nohaq ekanligida emas", javob qildi Sarokin unga qaramay. "Bu yerda bir yosh yigitning taqdiri hal bo'lyapti. U endi nima qilishi kerak?" "Taqdiri emish", g'ijindi Abubakir. "Bunaqa akademiklarning taqdiri allaqachon hal bo'lgan. Bular bir pulga qimmat, qo'lidan ish kelmaydi." Mensimay qo'l siltadi u. "Xo'sh, o'zing o'ylab ko'rchi, Sarokin. Bular nimaga yaraydi? Biz o'z kuchimiz bilan g'alla yetishtirganimizda ular 10 yillab o'qib yurishdi. Biz ularni boqdik, kiyintirdik. Xo'sh, nima natija chiqdi? Maktabda bularga nimani o'rgatishdi? Mashinani bilishmasa, otga bo'yincha solishni eplay olmasa, hatto ayilni ham durustgina torta olmasa, nega endi men uning uchun ter to'kishim kerak ekan? Uning olimligini boshimga uramanmi? Tosh haykallarning sirini bilsa bilibdi-da, nima bo'pti? Qo'lidan biron ish kelmasa, bas shunday ekan, o'zgalarni ham ishdan qoldirmay, tuyog'ini shiqillatib jo'nab qolsin. Sen ham Sarokin menga yopishaverma. Men yolg'iz o'zim smenachisiz ishlayapman. Hech kimdan tap tortadigan joyim yo'q. Agar ortiqcha ko'rinayotgan bo'lsam, ertagayoq bu yerdan ketishim mumkin. Ammo tilimni tiymayman. Men bunaqa akademiklarni bir tiyinga olmayman. Bas qil", dedi Sarokin. Hamon Abubakirning yuziga qaramay, uning so'zini cho'rt kesib. "Buni biz sensiz ham bilamiz. Gap bunda emas. Qani aytchi Kamol, o'zing nima demoqchisan?" Men hadeganda javob qaytara olmadim. Abubakirning gaplarini tinglab o'tirib, uning so'zlarida ham jon borligini angladim. Ammo bu so'zlarning hammasi g'ayirlik va adovat bilan aytilgan edi. Nega? Axir men qo'lsiz oyoqsizmanmi? Yoki Abubakir qilgan ishni hech qachon qila olmaydigan o'ta ketgan landavurmanmi? Yoki savodliligim menga xalal beryaptimi? Men buni tushuna olmasdim. Biroq shunday bo'lsa ham Sarokinning savoliga iloji boricha bamayli xotir javob berishga urindim. "Men bu yerga pritsepchi bo'lib ishlash uchun kelganman. Menga mana shunisi ahamiyatli. Egar jabduqni bo'lsa, uddalay olaman. Buni hamma biladi. Hatto Abubakirning o'zi ham biladi.
bundan keyin ham xuddi shunday ishlayverishim mumkin edi. Ammo suv tashishni xohlamayman vassalom. Bizda boshqa ish yo'q, dedi Sarokin. Demak, ketishim kerak ekan-da, ta'kidladim. Qalipa menga qaradi-da, g'amgin xo'rsinib qo'ydi. Kamol, men o'z o'rnimni senga berib, sening arabangda suv tashiyverardim-u, ammo sen bunga ko'nmaysan-da. Bu kutilmagan gap bo'ldi. Qalipa o'zining rahmdilligidanmi yoki Abu Bakrning baqirib, so'kingan paytlarida xijolat tortib, har vaqt nima bilandir uning qo'polligini yumshatishga va bilintirmaslikka harakat qilganidanmi, haytovur shu so'zlarni aytishga jur'at etgandi. Men ham o'ylab netib o'tirmay qiziq ustida ko'naman deb yubordim. O'tov suv sepganday jim bo'lib qoldi. Gulxandagi o'tinning chirs-chirs etib yonayotganigina eshitilardi. Hamma hayron bo'lib menga qaradi. Balki meni esi-hushini yig'ib olib, so'zdan qaytar deb o'ylayotgandirlar. Shunday bo'lib chiqdiki, meni ko'rolmaydigan va menga hech qanday yaxshilikni ravo ko'rmaydigan kishi changaliga o'zimni o'zim tutib berdim. Lekin boshqa hech narsa demadim. Aytilgan so'z, otilgan o'q. Sarokin menga yana bir sinovchan nazar tashladi-da, "Shu gaping gapmi?" deb so'radi. "Ha, menga baribir", dedi Abu Bakr va Gulxanga tupurdi. "Ammo oldindan aytib qo'yay. Sal gap bo'lsa, kallangga tushiraman." Uning mensimay istehzo va adovat bilan o'qraygan ko'zlari qorong'ida sovuq chaqnadi. "Sal gap bo'lsa deganing nimasi? Nega eldan burun do'q qilyapsan?" dedi hozirgacha o'zini tutib o'tirgan esirkeb, ortiq chiday olmay. "Eplab ketadi. Bu shunchalik mushkul ishmi? Donishmandligingni qara-yu, u mening plugimda ishlagan. Sendan hech kim so'rayotgani yo'q. Birovning ishiga aralashma. Hali ko'ramiz. Traktorga ham, ishga ham men javobgarman. Bas qil." Sarokin yana norozilik ohangida Abu Bakrning so'zini bo'ldi va menga qarab, "Ertadan ishga tush", dedi-da, o'rnidan turib eshik tomon yurdi. "Xayr, endi dam olinglar." O'sha kecha deyarli uxlay olmadim. Abu Bakr bilan ishimiz qanday bo'larkan? Axir hozirgacha u bilan ahyon-ahyondagina uchrashardim. Ertadan boshlab esa tunu kun uning ixtiyorida bo'laman. 49-trek. Garchi pritsepchining vazifasi chidam va sabr matonatni talab qilsa ham, meni uncha cho'chitmasdi. Albatta kerakli joylarda plug tishini ildam va aniq ko'tarib tushirishga ko'nikish kerak. Toki traktorning harakati biror daqiqa ham to'xtab qolmasin. Undan tashqari men traktorchiga hamma ishda, mashinani yuvib artishda ham, ta'mirlashda ham yordamlashishim kerak. Qani, Abu Bakr so'ragan kulichinimi, boltnimi, gaykasinimi yoki boshqa zarur narsalarni darhol topib bermay ko'rchi. Keyin bilsam, Alday ham mijja qoqmabdi. U qorong'i kechada yonimga kelib o'tirdi-da, boshimni siladi. "O'ylab ko'rsang bo'lardi, Kamol. Sen u bilan chiqisha olmassan. Oq ko'ngil, yoshginasan. Uning ko'nglidagini topa olmassan. U seni qiynab qo'yar. Men uning ko'nglini topmoqchi emasman. Qiynoqlarga bo'lsa ko'nikib qolganman." "Mayli, ixtiyor o'zingda. O'zing bilasan", dedi past tovush bilan va xo'rsinganicha o'z joyiga ketdi. 3-bob. Abu Bakr bilan birinchi kundanoq to'qnasha boshladik. "Uyqu elitib, pritsep ostida qolsang, men javobgar emasman." Abu Bakrning ish oldidan aytgan birdan bir so'zi shu bo'ldi. Biroq uxlash xayolimga ham kelmasdi. Butun xayolim aniq va benuqson ishlash bilan band.
falokat bosib tishlar ostiga tushib ketish mumkin degan xayol bilan doim qiynalgandan ko'ra yaxshisi hoziroq bu ishdan bosh tortish ma'qul edi-yu, ram ostida ikki yoqqa kelishgan oyoqlarim tagidagi kronshtaynlarga po'lat tishlar mahkam biriktirib qo'yilgan edi. Plug tishlari qo'riq yer qatlamlarining bug'lanib yotgan bag'rini birin-ketin tilib, ag'darib, yonma-yon qiyalab borishardi. Traktor yovshanlarni bosib yanchib, tinimsiz gurillab, g'ildirak zanjirlarini shaldiratib, shaxdam yurib borardi.